Assalamu alaykum hörmətli televizor Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi gündəlik xəbərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 4-cü ayının 23-cü günü Cümə, mübarək Ramazan ayının 11-ci günü. Hörmətli televizor köyücülər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Angliya parlamenti Avam palatasının 22 aprel günü birdek ovoz bilan Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirish harakatlarini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy qabul qilishi butun dunyoni zilzilaga soldi. Buning bilan Angliya, Amerika, Kanada, Gollandiyalardan keyin Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan qilmishini irqiy qirg'inchilik deb to'nigan 4-davlat bo'lib qoldi. Bu 4 davlatning ichida Amerika bilan Angliya bo'lsa Birlashgan Davlatlar Tashkilotining eng yuksak qaror organi hisoblangan Bexatarlik kengashiga a'zo 5 doimiy davlat qatoridan o'rin olgan. Angliya parlament a'zolarining Xitoyning shuncha qattiq besimi, tahdidi va embargo yurgizishiga pisand qilmasdan birdek ovoz bilan olgan bu jasur qarori chet ellardagi Uyg'urlarni cheksiz suyundirdi. Dünya Uyghur Qurultayı 22 aprel Angliya parlamentida yuqorqi tarixiy qaror e'lingan hamolla darhol bayonot e'lon qilib, mazkur qarorning hozirlanishi uchun kuch sarf qilgan va uni qo'llagan Angliya parlamentining butun a'zolariga, Angliyadagi har qaysi siyosiy partiyalar va ommaviy tashkilotlarga, har qaysi diniy guruhlarga va tadqiqot organlariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirdi. Qurultayning bayonotida yana Angliya parlamenti Avam palatasining bu qarorining Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilikka ko'ngil bo'layotgan butun xalqlarning o'rtaq zafari ekanligi. Shundaqla Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikka xalqaro jamoatchilikning aslo sukut qilib turmaydiganligining ro'shan namoyandasi ekanligi ta'kidlandi. Angliya parlamenti Avam palatasi tarafidan qabul qilingan yuqorqi qaror rasmiy ovozga qo'yilishdan burun Xitoy tashqi ishlar ministrligi Angliyani ogohlantirib, Hong Kong va Sharq Turkiston masalasida xato yo'lga mangmaslikni, Xitoyning egilik huquqi, bexatarligi va taraqqiyot manfaatini qo'g'dash irodasining qat'iy ekanligini ta'kidlagan edi. Biroq Angliya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib olgan yuqorqi qarori uning Xitoyning bu tahdidlarga bosh egmaganligini ko'rsatdi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirish harakatlarini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy qabul qilish haqidagi taklif loyihasini hozirlab sungan konservativ Avam palata a'zosi Nusrat G'ani xonim Avam palatasidagi ovoz berish yig'inida qilgan so'zida Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikning barliq ifodalarining yuz berganligini, shunga buni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish kerakligini ta'kidladi. Angliya Avam palatasining hokimiyat beshidagi konservativlar partiyasi, eng cho'ng o'qituvchi partiya ishchi partiyasi, Shotlandiya millat partiyasi, Shimoliy Irlandiya demokratik birlik partiyasi, fuqarolarning partiyasi qatorliq butun partiyalarga mansub parlament a'zolari bas-basda fikr bayon qilib, Nusrat G'ani xonim tarafidan sunilgan qaror loyihasini to'liq qo'llaydiganliklarini ifoda qilishdi. Nusrat G'ani xonim muzokara yig'inida qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi: Biz irqiy qirg'inchilik degan bu so'zning o'zgacha ma'nosini xato ishlatib, uning kuchini ojizlatib qo'ymasligimiz kerak. Biroq irqiy qirg'inchilikni keng ko'lamlik o'ldirish deydigan xato qaror mavjud. Bunda qarash xato. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasining 2-moddasida irqiy qirg'inchilik qilmishiga ta'bir berilgan. Uningda milliy, etnik, irqiy va diniy guruhlarga butunlay yoki qisman yo'qotish maqsadidagi har qanday g'arazlik harakat irqiy qirg'inchilik deyilgan. U yana irqiy qirg'inchilikning barliq ifodalarining Sharq Turkistonda sodir bo'layotganligini bildirib mundaq dedi. Palata a'zolarini shu 3 nuqtaga diqqat qilishga undayman. 1. Irqiy qirg'inchilik maqsadni o'lcham qiladi. 2. Bularning har qanday birini maqsadlik sodir qilish irqiy qirg'inchilik bo'ladi. 3. Irqiy qirg'inchilik omillarining hammasi Xinjiangda sodir bo'ldi. Shunga biz irqiy qirg'inchilik so'zini xato ishlatmaslik bilan bir vaqtda zarur tepilganda biz uni cho'qim ishlatishimiz kerak. Nusrat G'ani xonim so'zida yana Angliya hukumatining bu masalaga tutgan pozitsiyasini ayblab mundaq dedi. Hukumatlar irqiy qirg'inchilikni faqat sud qaror qilishi kerak deganda ching turib keldi. Biroq sudga boradigan har bir yo'lni Xitoy kontrol qilib olgan. Bu deganlik faktlarga qaramay Xinjiangda Uyg'urlarga qarshi sodir qilinayotgan kishilik huquq dafsandichiligi surishtirilmaydi deganlik. Bizning hukumatimiz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan putqolib bog'lanib, palach holga tushirib qo'yildi. Biz kontrollikni qaytarib olishimiz kerak. Bizning irqiy qirg'inchilikni hal qilish yo'limizni Xitoyning kontrol qilib olishiga aslo yo'l qo'ymasligimiz kerak. Nusrat G'ani xonimning mazkur bayonlari Avam palata a'zolarining kuchli olqishiga sazovor bo'ldi va natijada Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirish harakatlarini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish haqida sunilgan qaror loyihasi birdek ovoz bilan ma'qullandi. Mazkur qaror loyihasi ovozga qo'yilayotganda Dünya Uyg'ur Qurultayı London ishxonasining direktori Rahima Mahmud xonimning boshchiligida bir guruh Uyg'ur Angliya parlamentining oldiga to'planib namoyish o'tkazgan edi. Qaror loyihasi birdek ovoz bilan ma'qullangandan keyin Uyg'ur namoyishchilar hayajondan kuchli tantana qilishdi.
Mazkur qaror loyihasini hozirlab sungan va Uyg'urlar masalasiga izchil ko'ngil bo'lib kelganligi sababli bu yil 22 mart Xitoy hokimiyatining embargo qo'yishiga uchragan Nusrat G'ani xonim va boshqa Avam palata a'zolari parlament binosi oldiga chiqib Uyg'ur namoyishchilar sepiga qo'shilib, o'zlarining Uyg'urlarga bo'lgan kuchli qo'llashini yana bir qitim namoyon qildi. Mazkur qaror loyihasining hozirlanishi va ma'qullanishi uchun ko'p ajr so'ndirgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining direktori Rahima Mahmud xonim bu vaqtda qilgan so'zida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasiga birmi parlament a'zosining qarshi turmay, to'liq ovoz bilan ma'qullashining Angliya tarixida ko'rilib boqmagan bir zo'r hodisa ekanligini, mazkur qarorning Angliya hukumatiga bevosita besim shakllantirib, uning Xitoyga qaratgan yumshoq siyosatlarini o'zgartishiga turtki bo'ladiganligini ta'kidlab o'tdi. 22 aprel kuni Baltiq dengizi davlati Litva parlamentida parlament a'zosi Dovil Sakalin xonim tarafidan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb tonish haqida sungan qaror loyihasi muzokaraga qo'yildi va bu vaqtda maxsus guvohlik yig'ini chaqirildi. Mazkur qaror loyihasiga rasmiy ovoz berish yig'ini keyingi haftaga qoldirildi. Kuzatuvchilar mazkur qaror loyihasining Litva parlamentida qabul qilinish ehtimolining intayin yuqori ekanligini faraz qilishmoqda. Agar bu qaror loyihasi ma'qullangan taqdirda Litva, Amerika, Kanada, Gollandiya va Angliyadan qolsa, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy qabul qilgan 5-davlat bo'lib qoladi. Parlament a'zosi Dovil Sakalin xonim 22 aprel Litva parlamentida o'tkazilgan guvohlik yig'inida qilgan so'zida Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qilmishlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasida o'ttirg'a qo'yilgan irqiy qirg'inchilik haqidagi butun ta'birlarga to'liq tushadiganligini, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligining ko'p taraflamalik dalillar orqali isbotlanganligini izohlab o'tish bilan birga Litva parlament a'zolarini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasini qo'llab ovoz berishga chaqirdi. Litva parlamentidagi guvohlik yig'iniga alohida taklif qilingan Amerikadagi Uyg'ur aktivistlarimizdan Rayhon Asad, Germaniyadagi Yeshillar partiyasiga mansub Yevropa parlamentining a'zosi Reinhard Butikofer, Angliya parlamenti Avam palata a'zosi va Avam palatasi tashqi munosabatlar komitetining raisi Tom Togithat, shundaqla xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va tadqiqot markazlarining mas'ul xodimlaridan bo'lib 10 nafarga yaqin kishi guvohlik berib, parlament a'zosi Dovil Sakalin xonimning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida o'ttirg'a qo'ygan bayonlarini to'liq muayyanlashtirish bilan birga Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarining munozara talab qilmaydigan sepi o'zidan bir irqiy qirg'inchilik ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Baltiq dengizi bo'yiga joylashgan va nopsi 3 millionga bormaydigan Litvaning bu jasur harakati Amerika boshchiligidagi g'arb allarini hayron qoldirdi. Uyg'ur va Hong Kong masalasiga izchil turda ko'ngil bo'lib kelayotgan Litva parlamentining a'zosi Dovil Sakalin xonim Xitoy tashqi ishlar ministrligi tarafidan 22 mart kuni Yevropa ittifoqidagi 10 nafar shaxsga qarata yurgizilgan embargo tizimligiga kirgizilgan edi. Gerçi Xitoy hokimiyati Litvaniya parlament a'zolariga bevosita besim ishlatgan bo'lsa-mu, biroq Litvaniya Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish planidan voz kechmaydiganligini bildirgan. Chet ellik analizchilar Xitoyning tahdidlari sababli moddiy manfaatlaridan mahrum qoladiganligiga qaramay, Litvaniyaning o'z irodasidan qilchi tavranmasligi Yevropa davlatlari uchun oz ko'riladigan qimmatli bir ulguni yaratib beradiganligi shubhisizdir deb qaramoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi bilan qurilgan Tayvan Sharq Turkiston jamiyatining tirishchanlik ko'rsatishi natijasida bugun, ya'ni 23 aprel kuni Tayvan parlamentida dastlabki qadamda 30 parlament a'zosining qo'shilishi bilan maxsus Uyg'ur do'stlik guruhi qurib chiqildi. Bugun Tayvan parlamentida mazkur do'stlik guruhining qurilish murosimiga sin ko'rinishi orqali qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim Tayvan Uyg'ur do'stlik guruhining qurilganligini qizg'in tabriklash bilan birga navbatda Uyg'ur xalqining jiddiy irqiy qirg'inchilikka duchor bo'layotganligini, kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlariga qarata dunyo jamoatchiligi yana davomli sukut qilib turolmasligi kerakligini bayon qildi. Dolqin Aysa apandi tabrik so'zida yana o'zining bundan burun bir qancha qitim Tayvanni ziyorat qilish niyatida bo'lgan bo'lsa-mu, afsuski kommunist Xitoy hokimiyatining kuchli besimi va to'solg'usi sababidan bu orzusining hozirgacha amalga oshmay kelganligini. Agar fursat tug'ilsa Tayvanga berib Sharq Turkiston jamiyatining fidokor a'zolariga va Tayvan parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining a'zolariga Sharq Turkiston xalqi nomidan bevosita rahmatini bildirishni orzu qiladiganligini ifoda qildi. 1989 yildagi Beijing o'quvchilar harakatining lideri
Uzun yıllardan buyan Tayvanda yaşap kelayotgan Uyg'ur siyosiyon Örkesh Davlat Apandi Tayvan parlamenti Uyg'ur dostluq guruhining qurilish marosimida qilgan so'zida mazkur guruhining qurilganligidan nihoyatda xursand bo'lganligini ifoda qilish bilan birga Kuomintang partiyasiga mansub parlament a'zolarining Xitoy kommunist hokimiyatidan vahim yeb hech birining bu Uyg'ur dostluq guruhiga qatnashmaganligini qattiq tanqid qildi. Tayvan parlamenti Uyg'ur dostluq guruhining a'zosi Lin Changzu marosimda qilgan so'zida o'zlarining bundan keyin Uyg'urlarning kishilik huquqlarini qo'g'dashga tirishib kelayotgan boshqa demokratik ellarning parlamentlari bilan yaqin hamkorlik munosabati o'rnatib, Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Hong Kong xalqlari ustidan yurgizayotgan qattiq bostirish jinoiy qilmishlariga qarshi mos qadamda jiddiy harakat ilib boradiganligini ifoda qildi. Tayvan Sharqi Turkiston jamiyatining qurilishida muhim rol o'ynagan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiya va Pasifik rayonidagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili Ilhom Mahmud apandimning istansimizga bildirishicha, hozircha Tayvan parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi 30 nafar parlament a'zosi bilan qurilgan bo'lsa-mu, ammo oldimizdagi kunlarda bu sonning yanada ko'paydiganligini, mazkur guruhining qurilishining kommunist Xitoy hokimiyati uchun siyosiy va diplomatiya jihatda og'ir bir zarba bo'lganligini alohida eskartib o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va Germaniya parlamentida Uyg'urlarning masalasini izchil turda qo'llab kelgan parlament a'zolarining tirishchanligi bilan 17-may kechda Germaniya parlamenti kishilik huquq va insonparvarlik yordam komitetida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida maxsus guvohlik berish yig'ini chaqirildi va Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarga qarata siyosiy jihatdan qanday yakun chiqarish va qanday ism qo'yish masalasi muzokara qilinadi. Agar bu yig'inda biror yakun chiqsa, orqadan bu masala Germaniya parlamentining umumiy yig'inida muzokaraga qo'yiladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurbon apandimning bugun istansimizga bildirishicha, Xitoy bilan savdo munosabatlari intayin yaqin bo'lgan va bu sababdan hozirgacha Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilik masalasiga boshdan oxiri pozitsiya bildirmay kelayotgan Germaniyadagi bir davlatning parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi temasida guvohlik yig'ini chaqirilishini bo'sish xarakterlik bir ilgirlash deb qarashga bo'ladi ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi mazkur guvohlik yig'inining ochilishini qo'lga keltirish uchun bir qancha oydan buyon intayin zo'r kuch sarf qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi 21 aprel Germaniyada nashrdan chiqadigan Dunyo gazetida e'lon qilgan Uyg'urlar Merkeldan nimani kutadi nomli maqolasida Germaniya Merkel hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlar ustidan elib berilayotgan Xitoy zulmiga kaskin bir pozitsiyada jonliq inkos qaytarmaganligini ayblagan edi. Dolqun Aysa apandim maqolasida Yevropa ittifoqining yetakchisi salohiyatiga ega bo'lgan Germaniyaning Amerika, Kanada, Gollandiyalarga o'xshash Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb tonib, Yevropa ellariga ulgu tiklab berish mas'uliyati bo'lsa-mu, Merkel hukumatining iqtisodiy manfaat tufayli bu qadamni bosolmaganligini, nurg'unlagan German shirkatlarining Xitoyda tijoratlarini davomlashtirib, Uyg'urlar ustidan yurgizilayotgan zulmlarga davomli sherik bo'layotganligini, Merkelning huquq davri oxirlashadigan bugungi bu mezgilda bo'lsa-mu, adolat uchun o'rnidan dast turishi lozimligini alohida ta'kidlagan edi. Navbatda Germaniya matbuotlarida Dolqun Aysa apandimning yuqorqi maqolasi haqidagi talash-tortishlar davom qilmoqda. Amerika Kengash palata a'zosi Ted Cruz 21 aprel o'zining Tor betida bayonot e'lon qilib, Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikka javobgar Xitoy amaldorlarining buningdan keyin ismini yushirish va kechirim qilinish huquqiga erishamaydiganligini bildirgan. Bayonotda mundaq deyilgan: Xitoy Kompartiyasi Xinjiangdagi Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyotadi. Amerika buningga sukut qilmaydi. Bu zo'ravonlikqa javobgar bo'lgan Xitoy Kompartiyasi a'zolari buningdan keyin ismini yushirish va kechirim qilinish huquqiga erishamaydi. Men xizmatdoshlarimning Xitoy Kompartiyasining majburiy bola cho'rish va ayollarni tug'mas qilib etish qatorliq vahshiy jinoyatlarga taqobil turish uchun jiddiy harakatga o'tganligiga rahmat aytaman. Buningdan ilgari Amerika Kengash palatasi Tashqi munosabat komiteti hozirlagan strategiyalik raqobat qonunida Ted Cruzning Uyg'ur va boshqa osonliq millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishga javobgar Xitoy amaldorlarining jinoyatini surishtirishga doir ikki turli tashabbusi o'ttirg'a qo'yilgan. Mazkur komitet ma'qullagan oxirgi qonun loyihasi Xitoyning lagerdagi ayollarga bosqinchilik qilish va majburiy bola cho'rish, tug'maslik operatsiyasi qildirish va boshqa homildorlikdan saqlanish usullarini qo'llanishga majburlash qatorliq qilmishlarga mas'ul Xitoy amaldorlarini jazolash tadbirlarini o'z ichiga oladi ekan. Ted Cruz bu qonun loyihasiga yana bir tuzitish loyihasi qo'shgan bo'lib, buningda Xitoyning begunoh Uyg'urlarni qamash, qiynash, bosqinchilik qilish va Uyg'urlarning ko'payishini cheklash jinoyatiga chetishli Xitoy amaldorlarining hammasini jazolash maqsad qilingan.
Amerika Kengash palata a'zosi Ted Cruz Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan kishilik huquq jinoyatlariga izchil qarshi turib kelayotgan bo'lib, 2019-yili kommunist Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga yordam bergan shirkatlarni jazolash harakatiga rahbarlik qilgan edi. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos xonim 22 aprel kuni Amerikadagi dunyoga mashhur Tom Lantos kishilik huquq fondi jamiyati bilan Dunyo masalalari konsiyi tarafidan uyushtirilgan to'r yig'inida qilgan so'zida mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlari oldida sukut qilib turuvchilarni og'ir darajada tanqidladi. Tom Lantosning qizi doktor Katrina Lantos xonimning riyosatchiligida o'tkazilgan mazkur yig'inda Uyg'urlar masalasi nuqtaliq muzokara temalarining biri bo'ldi. Roshan Abbos xonim yig'inda qilgan so'zida Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilikning bugungi zamonaviy dunyoda o'tirg'i chiqqan eng zo'r fojialarning biri ekanligini, shundoq turuqliq yana ba'zi davlat va kishilarning bu xil vahshiylik oldida sukut qilib turilish bilan qolmay, hatto yana bexil insonlik jinoyati sodir qilayotgan Xitoy hokimiyatini mudofaa qilayotganligini tanqidlab, insonlarimiz qirilyotadi. Dunyo qachongacha harakatga o'tmaydi yoki ular butun insonlarimiz halok bo'lgandan keyin ondan harakatga o'tmoqchimi degan savolni qo'ydi. Roshan Abbos xonim so'zida yana Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini amaliy misollar bilan qayta xotirlatib o'tish bilan birga, xalqaro jamoatchilikni va dunyo xalqlarini o'zining vijdoniy mas'uliyatini ado qilib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlariga qarshi o'rnidan dast turishga chaqirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qaytamiq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.